Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Partlığın Sükut proqramımızın 56-cı sanını görüşənlərinə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görürmələrimiz, həmala məlum bolğandək bu proqramımız başında bugün günkəgəcə Xitay təcavüzçilərinin vətənimizdə elib berib atqan insan təsəvvür qılğısız, işəngüsüz cinayətlərini bevasitə başdan keçirgan, bevasitə şunu yaşayan yoki özü erkin dünyaya çıxıb ketgəndən keyin ailəsinin beşiğə gələn bu faciələrini, Xitayның cinayətlərini aşkarlaş üçün başlatqan proqramımız davam qılıb oturdu. Hər sanımızda fərqlıq, içinişlik hekayələrini anlavatımız və proqramımızın hər sanının 5-i də vatqandaq bugün mü düşdüm burun bir san, 55-ci sanını ötküzdük bir munisipet yaşanğan bir Acım Kepbədi, Abdüşkür Acım, onu anladığında onun hikayesini mi? Her qıtımqı programda çağırıb atqımızdək bu Xitay ta bugün günkəgəcə müşünçüvala yani her qandaq tildə bütün dünyanın tillərdə aşkarlanıb ketken bu cinayetler müşündə tökülüb aldığı paketler tuğan taqdirdə mi? Elə həm numus qılmasın, xicil bulmasın. Çünkü biz bilimiz Xitayın en yaxşı düşündüğü Allah bizlə Xitayның qançıq numussuz ikənligini, xicil buluş deyilən nəsi yox ikənligini, çünki ola dəlil isbatdan aldı da közünü paqır tutduğan halətdə bugün günkəgəcə bunda bir iş yox. Biz faqat yaxşı tərbiyəlatımız, haqqı kəsb ötüvatımız, terror aşqın idealını yoxtuvatımız degan səfsətisini elə həm setivatıdı. Şunun üçün çət əldəki qaynaşırımızın ki bu şəkildə guvalıq verib özü yaşayan ailəsininki əhvalı haqqında müşündaq guvalıq verişininki intihayın müşim ikənligini təkidləb kilovatımız. Şunun cümləsinin bugün bu 56-cı sanımızға Əhmədcan Qasım inimiz Kepbədi özünün ailəsidən 30 neçə kişininki oruq tuqqanlarının içində alaqısı yox ikənligi, nurğullarının türmədə ikənligi haqqında bizə guvalıq verməkçi qiymetli vaxtdan çıxırıb qədəm təşərrüf qılğanlıq üçün Allah'ın köpten köp rahmet etmez. Sizlere rahmet etme. Rahmet, Allah razı olsun. Programımız Naq Meydanı'nda taqıtlı oturdu. Ekran aldıda çıkıp duruyatkan numurlar arqalıq arqandaq fikir bildirişinlerini yoki yazışınlarını ümit qılımız arqanda bir fikir bolsa. Şundaqla köplüyen qayırdaşlarımızın faydalanışı üçün hem bəhərləb qoyuşuna hem unutmayıslar. Facebook ve YouTube'da qayırdaşa. Aldı bilen sizinle biraz tunup başlasak özünüz hakkında biraz bir. Ben vətənimizin Aksu vilayeti Şaya Nais'ten Şaya Yameliyesi'den ismim Ahmet Qasım. Kaçan geldiniz Türkiye'ye? Türkiye'ye 2016 16'daki 3. ay tarafında. Yalğız mı çıktınız? Ben yalğız çıktım. Hem de aldı bilen şu sizinki vətənini taşlab çıxışqa məcbur qılğan nəsə səbəb niməti bu şəxtə biraz toxtalğan basaq. Şu vaxtki sebepler 2014'ten başlanğan tutuş Uygurlarını yani yaşlarını asaslab 2014 birinci ayın 14'ten başlap tutuş başlanıp diken toq 2014 birinci ayın 14 saat 6 öğlen tavat ağı yapan. Biz oraya geldi, beni atamını, apamını hemmelerle. 2014 neçinci ayın? Birinci ayın 14. Keçisi. Yani tavat ağı yapan. Kep emimizin aldı, emimizin kallısına qarxal tikey durub, kolumuzu koyuzum ona bağlap, maşına çıkıp yapmalı. Soğukta neçə yaş vaxtdınız? O şu 18 yaş vaxtım kendik. Yani öydeki en kiçigi qancha yaşlı vaxtı? Şu vaxtda inim 16 yaşdı. İnimden apadı. İnim beləm yine bizden daha büyük. Bir ailenin həmməsini etdigəndə tansaydı kilib, bastırıb kilib, tutdu. Həmmisi 10-15 saqçılar var, həmmisinin qolu qoralıb bilmotlar var. Şundan bizni ukam beləm indi daha büyük apırıbdı. Apamın keyin əkəbdi. Atamını aklarımını başqa yerə ketibdi. Yani ukamını urup işqilib dəstəb 8-10 saqçı bir olub. Mən yendik yerdə ukam jığlap vaq alğan dikin andan oqupdu mən ukamın oğanını. Şuna yerdə mənim ağzımı buzub tılğan olubdu mən. Ben tayak yiyen oldum bu yerde, tayak yiyen olup. Hoş. İşqilib 6-7 saat aslında mehva orunduqa bağlap koydu, kolumuz banda kişinin koyuzdu bağlaqlıq. Maydı banda mehtek bir nəsi var, işki çətdi mehva. Aşağı bağlap 6-7 saat qoyub koydu. Ondan keyin bütün gün demiş qıldım, bu ana gün demiş qıldım. Ondan burun demiş qıldım. Ben hiç qana iş qılmadım.
Şu ağabeylerim bilen oynap dibada jubada uyad bir жүрүп аткан şu. Tünük akşam demiş kıldım, bu akşam demiş kıldım degan şu akşamlar şimdi oyun kılıp ağa yeleni hem o birini qoğanımdan tatip dep berdim. Şu vaqt yani cemiyet oynaydigan vaqtınız ya. Cemiyet oynap жүрген vaqtlardı. Şunun bilen qancha ayet bilse, neçe vaqt namaz okuysa dep. Ben namaz okumayım, ayet mi bilmeyim dedim. Ya muşu eniq sordu qancha ayet bilse, Sordu. neçe vaqt namaz okuysa. Ne degenden degende ülüp ketken çoğundadılarımne şulardan öğrendim dedim. Desem onun ışanmaydı ki. Yeni tayaq o diye kanıgıcı urup, yerip qalsa, bir yerip qalsa, yeni birisi kep, miltiqlarını aq bilen kallalarımızı qurup, çaşını tamlağı üstürüp, yendek. Ukamla işkimizi bildi. Uşumuzdu ketkiç uruptu. Urup keyin ikkinchi kun, üçüncü gün, daha dünyanın içinde bo'lgan gapda bu. Xo'sh. Yosh qizlarmi bor, yendiki nimada uyda qizlarni uryapti, qizlar chaqiryapti. Shuning bilan o 80 yoshli boylar bor. Çoğun zincirlerde boynu bağlaq, qolu bağlaq, putları bağlaq ekeldi. Yani sizlerning shu mahalladagi Belki dadiydi bo'lgan gap bu. Muhtarlıqdı şu. Shuning bilan ularni başta ekeldi, işte hamma tarafdan tayoq yegan, chayqaga, vaqaga tayoq yegan ovozni anglayapti. Qizlarning, o'g'illarning, cho'nglarning degandek. Xil-xil yani odamlar bor yerda. Xo'sh. Keyin yosh bolalarda oyoqlarini, paypoqlarini sag'izib, so'g'oqda 4-5 soatdan qo'yib qo'yib, ana ba'zilarini masalan gumonliq deb qaragan asosiy odamlarni talaga chiqib ustiga suv to'kib degandek qiynab ashula qildi. Toza so'g'oq vaqtida. Birinchi ayning 14 vatanning eng so'g'oq vaqti. Tukasa tukib tushib muzib qolgan vaqtlar. Ashula qiynab, undan keyin shu chiqargan bo'ldi. 8-10 kunga yaqin qoldim dadiyning ichida. Tamoqni 3 kunga yaqin vitamin suvi bermedi. Yani sizlarni bir jinoyat, bir gumon bilan emas, shu qarg'ularchi tutib apiriblar. Zo'muzo bir narsalarni shu qalaymuqan ahmoq savollarni so'rab, sizlarga bir narsa atmoqchi. Hech qanday ish yo'q, hech qanday bitta jinoyat yo'q, o nimada. Shu kungacha tutilib qolmadingiz? Yo'q, o kungacha tutilmagan. Yani bir ish bilan kirib qolmadingiz ularni. Mushish qilib, xalqni urib deb yoki xalqni tayoq yeb necha qadam kirib qolgan. O vaqtda tayoq yeydik, toshning ustida yotib uxlab 5-2 kun ashlab. Qo'limizni ko'yib ashlab uxlaydik nimada. Allah kirib qolgan vaqtda. O vaqt lekin tayoq yemaydik. Biz shu ko'yzni saplamada toshning betonning ustiga yotqizib qo'ydi. Cho'nglikka pakan to'laydi yoki men 3 qadam jarima to'lab uydagilar chiqqan. Lekin o vaqtda unda tayoq yeb qolmagan. Bolalar bilan urushib qo'yib tayoq yeb qolmagan. Unda olsa bu qatim ashuna 2014-yil 1-oyning 14-kuni tutildinglar, oila bo'yicha uning keyin qanday bo'ldi? Ota-onangiz? Ota-onamni qo'yibdi, ishga akamni shu birisini apiriblam keyin shu vaqtdan keyin bekatda qo'yib 3 kundan keyin saqchilikka uyni bostirib kiriblam uyga. Akam tutib bekatda, kallasi qarqaltib keltirib. Keyin ondan uyda Şinjan Xalq Nashriyati degan kitoblar bordi. Abduxoliq Uyg'ur. Xitoy o'zi nashr qilgan. Xitoyda o'zi nashr qilgan kitoblar. Shu kitoblarni qarqaltiqdan qilib bizga paket mashu deblar, bizga deyapti, biz uyda bor. Men paket nashrda chiqqan kitob bo'lib, bizning yaqinimiz xiyolimiz kirib chiqmaydi bu. Otasi keyin shundan akamni 20 yil kesgan bo'libdi. Undan keyin shu men jab turolmaydigan narsa qilib. Chunki men tunimaydigan ismini natunish bolalarimiz yo'q. Uyda otasi bugun otasi aytsa turmada bo'lib qoldi. Aytsa siyosiy bo'lib qoldi. 10 yil 20 yil kesib ketgan bola jaqdi. Shuni bilan turolmaydigan narsa qilib ishga chiqib ketdim. Ishga ish tepib shuni bilan. Turkiyaga chiqdingiz. Nereye chiqdingiz? Shanxayga. Shanxayga. Shanxayda qancha yil turib oldik? Shanxayda 2 yilga yaqin turdim. 2 yil turib. Vatanda yani bu besim sababidan Shanxaydan Turkiyaga keldingiz. Ha. Normal yo'llar bilanmi yoki? Normal yo'llar bilan. Xo'sh. Kelgandan buyon oilangiz bilan qancha yildan buyon oilangiz bilan aloqa yo'q? Keyin uydagilar bilan shu opam bilan kep 2-3 oy aloqalashdim. Aloqalashgandan keyin o'g'lim nima qilyapsa ishlayapman desam, yaxshi ishlaydi deydi. Deb qilsam keyin shuni bilan opamning menga gap qilish shakli o'zgarib ketdi. Masalan, assalomu alaykum degan bo'lsa, demaydigan bo'ldi. Va assalomu alaykum desam, va alaykum assalom demaydigan bo'ldi. Shuni bilan bu yenib kelsan o'g'lim bundoq deb g'ayri gap qilishga boshladi. Ya men pul topmay bormayman bundoq deb shuni desam, endi saqchilar ekan to'q. Saqchilar gap ketyapti, men uni anglab turdim. Keyin shundan aloqam uzildi. Aloqam uzilgandan keyin saqchi besh qatim telefon qildi.
Sen nerede Türkiye'den dep şurada dedim işte turvatkan adresimden men dep besem deptege yazdı bu yazıp. Qaytib kelip bizge nima qilib biz chetga chiqib ishlaydi deb nima qilib izin chiqarib bersak, belgi chiqarib bersak, o'sha ketib ishlasam bo'ladi mana dedi. Degandan men turvatgan yerda bir muncha Xitoylar bor ishlayotgan. Ben onu bilmem tanıyım. Şu Xitoylar hükümetin ona işleyene izin almaptı dedim. Onların sizlerden belgen pasportla var dedim. Ben de şu pasport var. Ama Türkiye hükümeti belgen hizmet üyesi çalışım izin var dedim. Desem kayıtıp gel biz berimiz andan ketteydi. Şuna ben baramayım dedim. Ben baramayım dedim. Ben baramayım bize pul tep parayı desem ağzını bozdu deken. Ben nemi cinayet yaptım. Cinayetim bağlan olsa şunu bana da. Olmasa bana ona korku tehdit etsem var. Mesela şeyden bize gep dalaşkan oldum. Bizden meğerlik daha düz akçısı. O günden keyin iş kılına alaka olmadı. Alakam üzüldü. 2000 neçinci yıl bu? 2000 şu 16'nın ahırları, 17'den başları koyayım. Ondan keyin alaka bütünlüğü üzüldü. Hazır hiç qanday bir yok. Hiç qanday alaka yok. Hoş. Demek endi bir baştan 30 neçe urug' tuqqanlarimninki hozirgacha hech qanday aloqasi yo'q. Nurg'unlar turmaga kesilganligini uzun yillik shaklda. Buni dedingiz hamda buningki bir qismininki suratlar bor hamda hozir birdan keyin ekranga chiqaramiz. Siz suratlar yo'qlarning hammasini bir baştan bir devatsangiz, o'qib şu mesela manchilik kesildi debki. Bo'ldi. Surtibani bir baştan ekranga olib kelsak. Bo'ldi. Yasin Qasim mening bir qo'saq o'z akam 20 yil kesildi. Hech qanday gunoh yo'q. Shu nechinchi yil tutilib ketdi? 2014'te bir tutilib ketdi. 2014'ning o'ttirlarida 5-oylarda bir qo'yib berdi. 3 kun 4 kun uyda qoldi. Lekin kelgan vaqtda ervaga iskelet yüzü göç degan narsa yo'q. Chechi tushuglik darvozadan kirib tutib ketib 3 oydan keyin kelgan vaqtida 3-4 oydan keyin keldi. Men tanımadım. Özümden bir qo'saq 20 yil bir uyda cho'ng olgan özümden öz akisini tanımadım. Kimdi bu deb aldığı bordim. Mening uyimga kelgan mehmon bo'lgan ekan debchi. Borsam aldığı borgan ekan tanıptım. Bir ter bir ustixon bo'lib qolibdi. Chechi kallasi yo'q. Chechi yo'q. Chechi yo'q. Shunga yana borgan ekan tanıdım akaxon avval desam yo'lni aram mangdi ish qilib bir xil testim oldi. Uyga kirib apam bilan quchoqlashib yig'ilishib ko'rishdi. 3 kunmi 4 kunmi apam tamoqlarni qilib yegizdi. 5-kun 3-4 kundan keyin yana kelib ketdi. Undan keyin xil o'zimiz ko'rishamadi. Uydagilar nima jinoyat ekan bularniki deb saqchiqanlarga izlab borsa, senlarning jinoyatchi, senlar hamon terrorchi deb apam bir qancha yosh bola tutilib ketgan yosh bolaning opasi bilan birga paranglashib birga berib saqchiqanga xushili deb saqchiqning sovjoni debki bizning bolalarimizning nima jinoyati bor deb shuni deb bergan bo'lsalar deb borsa, sayvallarning bizdan uni so'raydiganga salohiyating yo'q, huquqing yo'q. Senlarda boshqa bolalaringni tutilib ketmaydi, xo'sh bo'lish. 7 jamiyatni quritayotgan xalqlar bor bizniki masalan. Olar ağzımızı pıllap deydi olarni. Lekin amaliyotda hech qanday gunohi yo'qlarning 7 jamiyatini quritibdi. Bizning 7 jamiyatimizni quritayotmanga biz qo'shilib, ayvon kafirlarga bizda rahmat etsak bo'ldi-ku. Alan ayvonlarni apamni mesela urqitib qoldi. Saqchig'ini so'rab borganlarni ayvondan ayvonga sep haqorat qilib pillab yo'q sebetibdi. Qo'shilish deb. Hozir degan akangiz rasmni ochib bormi? Bor. Bir başına resimden keladi, onun kayda şu resim yo'qlanib şeyden kelsa. Qanday resimdan chiqarsangiz shuni qarab, bu kim? Bu mening inim. Eng oxirgidan men xabar olgan vaqtda 2 yilmi? Ismi nima o'yinasiz? Abla Qasim. Abla Qasim. Necha yosh hozir? Hozir 19 yosh, 18 yosh. Siz eng oxirgidan qachon ko'rishdingiz? Eng oxirgidan nimada bir Xitoydan o'qishtirib, shu Xitoydan xabar oldim. Lekin bunlarla görüşmedim. Şu türmede lagerga yetib 2 yilmi atam bilan birga 2 yilga yaqin lagerga yetib chiqqan o'xshaydi. Lekin qancha yilda bo'lsiz oxirqatdan? 2018ning oxiri 2019lar. Endi 19 kirgan bo'lsa, 18 to'shmagan vaqtidan boshlab lagerga yetishga boshladi degan gapda. Buni qancha kesibdi? Men hozir men ismini deyman. Mashbalning ichida 18 to'shmagan bolam bor. Uni el deyilmi? Oldidan rasmlanamiz, resim bo'larini bir guvohlik berib o'ting.
Abla Qasim. Hozir qanchalik kesilganligini bildingiz? Yo'q. Uni bilmaysiz. Bu kesilganini bilmadim. Terbilash lageri degan lagerda. Jazo lagerida. Jazo lagerida yotgan o'xshaydi. 2 yil yanqa. Atam bilan birga. Xo'sh, unda olsa yana boshqa rasmga o'taylik. Qo'ysin. Mening atam Qasim Mehmet. Yaşı 58-59. Xo'sh. Atamning hech qanday nemisi yo'q, jinoyat yo'q. Normal tijoratchimi yoki dehqonmi? Dehqon. Bog'bonchi masalan chilayonroq ulab masalan bog'bonchilik bilan shug'ullanadi. Öyle şu hayvancılık bilan. Buni ahvolini qanday ekanini bilmaysiz? Salomatlikka eng haqiqatan meniki nimqovoqda salomatlik bak nachar bo'lib ketgan to'q. Akam turmada bo'lgan ekan, ularning dardlari va Melulla'niki siyosiy yurgindishlaymiz, kech uxlatmay Xitoy cho'kitlar ishlardaymiz, ish qilib bir tergor ustam qilib ketgan bir xil gap qismi ovozima ish qilib inchga chiqib ish qilib uruqlab salomatligiga yaxshi emasdi. Hozir ahvol qanday uni bilmayman. Yana boshqa rasm. Apam Rabiyam Qasim. Yaşı 54-55 yaş. Apamın onu az yaşayatam da öldü mü onu bilmeyim. Hiç qanday bilgim yok. Ya Rabbim. Davamlaştıraydı. Bu çoğun akam Yasin Qasim 20 yıl kesilip gitti. Hazır Ürümçi'den Miçöğünde türmüde yedim. Abay siz degan Yasin tanıyanmagan şu mu? Üstüdeki mi lager kim iken? Tanıyanmagan akam şu. Keyindeki resim ne resim? O resimde ben kılıp Photoshop'ta arkadaşlar yeşil ne varken toprakta türmününki tamlarınki türmünün tamları mı? Üstüdeki mi lager kim iken? Bu hem de müşahap söyledi adamda. Bunu birinci katım öp gitti 2014 yılı. 3 aydan keyin tanıyanmadınız, onun kendini kep 3 gündeki yana öp gitti. O vakti siz vatandasınız. O vakti ben mevlittim öyle. Neyim bilen akitip, neyim cinayetler akitip? Sakçılarla sakçımaşçısıyla geldi. Sakçılar 7-8 sakçılar emesinden kolu da ağır tipik kurallar, pilimot. Neyim sebepten takınız? Neyim işkıdan takınız? İşkıdan nemisi yok. Cinayet neyimke dep apam sorsa apam ona hakaret kılıp ayda ötüptü. Dünyanın nerede bunda kanun var? Ben edebiyat takım olsam edebiyat dedim o katil desemezdim beni. 10 yıl kestim ama ehlik konum var. 20 yıllık bir sot içi binans kıldı mı? Sot açmadı. Yakın de radyoda Paypak'ın onu bunun elanını çıkardılar. Şuna okşaş radyoda Yasin 10 yıl, Mehmet 20 yıl, Semet 30 yıl dep radyoda elan kılıp koyuptu. Ay yezinden deraklar ki avaz yanrat kolundan çıkılgan. Derak bağlaq kanayla. Şu açta anlatıptı. Ama sizlerden yazıda qanchalik abay programında bunu söylediniz. 30 bin adamını elan kıldı dediniz mi? Şunu dediniz? 3 bin. 3 bin. Yazıda qanchalik adam var ki bir yazda 3 bin adamını radyoda elan kılıp ne sot hiçbir narsa aşmasın. Falan 20 yıl pistana 10 yıl deplam ayında elan kılıp gidekemdi. Şu bir yazda mesela töt 20 dadi olsa mesela 20 dadide bizning dadide 800 ailemi barkan to'q. 800 aile degan 1 kilometr kelmaydi degan gap cho'ng yo'l. Shu 1 kilometr yo'lniki qirg'oqlarda o'ng sol taraflardagi uylarda yashagan odamlar. 1 kilometr kelmaydigan yerdan 30 40 odamni tutib solayotgan bo'lsa, yüzde shu asosiyaten kimlarni solaydi masalan? Asosiyat jamiyatning ichidagi. Jamiyatning ichidagi masalan asıl 100 tapkan mesela cemiyet oynayan mesela arakkeş nişkeş olsa mesela pul tapalıydığan kolun iş geldiğan yani mesela benim kımavası ağırlarım vardı tunuşlarım vardı çılan yanak hep sattı 100 tonla 200 tonla o vallahi pul tapalıydı ticaret kılıp mesela 100 ton yolunu tepmamalıydı o vallahi birinci ikinci şu aslında dini talim nemisi var ahlakı yaxşı Almanda vallahi asasen şu ben başta şulan yaptım ben başta şulan yaptım onun deken daha dedik ki mesela şu kadrlarının yaktırmagan adamları ne degandek. Qurbanlık qo'ydik. Meni yaktırmagan bo'lsa meni qurbanlık qildi, apirib. Hasan daha dediklerim şu tutup bergan o'xshaydi.
Yaxşılıq heç bir gün yox. Cemiyet qilib qolganlar o'shamda. Cemiyet qilib qolganlar shu nishkesh, aroqkesh, banga. Mening bir tuqqunimning 2 o'g'li bor. Birisi gang aroqkesh. 10 koy topsa aroq ichidi, 50 koy topsa nish chekidi, 500 koy topsa qimor o'ynaydi. Ba'zi talarda, shunday yaxshi 10 koy topsam opasini boqadigan, 20 koy topsam opasini boqadigan, bitta o'g'li turmada yetyapti. Eng dashqal Xitoy tarbiyalamish, nima tarbiyalaydi? Tarbiya ep bo'lgan, haqiqiy tarbiyalanishga hech qanday ehtiyoj yo'qlar turmada. Tarbiyalanganlar sirtda deb qo'ysam bo'ldi. Ularmi gunohsiz qo'y, masalan, Uyg'urniki tek gunohi bola yo'q ish qilib mencha. Gunohi bo'lsa, gunohi bor deydigan odam bo'lgan bo'lsa, chiqib desin, menga desin, mening ish qakamning masalan, nima gunohi bor ekan, urug' butun 30 necha odam bor ekan hozir. Butun urug' tuqqanlarimning nima gunohi bor ekan? Shuni menga desin, men Alandaki günahın alandaki cezasını ben öteşki razı. 50 yıl yadığa şos ben yetip berey alanı koy versin. Ne var günah yok kalsa. Çünkü hiç kanına günah yok. Şu an Xitayla, münafıkla malanın mandan nemisi var da o çıktı yanmaydı. Şu an lager yok degende 2 yılın aldı da lager var çıktı. Hazır ne oldu? Kesbi terbiyeleş. Kesbi terbiyeleşen bizden olanı hareketlerin hiç kalsına kesbi nemisi yok. Terbiyelenishga ehtiyoji yo'q. Hammasining o'yinlari va ishini deb qila oladigan, xizmatni qilib pulini topa oladigan onda odamlar bolalar hammasi. Xo'sh. To'g'ri. Haqiqatan bu jinoyatlar endi akangizdan boshlab manga to'qadir 20 yillik kesib bu akangiz. 20 yillik. Ismini nima dedingiz? Yasin Qosim. Yasin Qosim. Endi yana suratni olib kelishga boshlasak. Olib tushgan suratdan birisi var. O mening bacamken ayolimning ajisining yo'ldoshi. Buningga 13 yilmi 14 yilmi kesibdi. İsmi? İsmini isim qolmabdi hozir. Bu ayolingizning? Ayolimning ajisining yo'ldoshi. Ha. Bacam. Xo'sh. Bu navayken to'q bize şu namaz o'qiydigan nemisi ekan to'q namoz o'qish bu Xitoylar qaraganda Xitoy hukumatiga bir xil radikallik deb qaraydigan bo'lgan ekan. Shu buni ham tutib solabdi hamda. Shu tek gunohi shu namoz o'qiganlik o'xshaydi. Undan boshqa gunohining borligini men bilmadim, olamadim. Yana davom qilaydi. Bu qaynonamning inisi Yusufjon 2016 Türkiye'ye ketken bir qatam İstanbul'da şu aylanib 8-10 kun turibdi ve til bilmagandagi qiynalib qoldim bu Türkiye'ye yoqtirmaydi hamda ketib boshqa sayohat qilaman deb kaplam shu uzun qilmay aylanib İstanbul'dan bir hafta aylanib ketib ketganmiz. Ketib nimada aylanimdan tushib o'qishdan tutib ketib 40 necha yil kesibdi. 40 necha yil. Ya subhanallah. Devam qilaydi. Jinoyat, bu Xitoyning jinoyatlari sanab tugatgusiz darajada ya. Bu mening cho'nadam bu odamning buni chiqarsak bo'ldi. Lekin siz abay so'zladingiz ya. Mesela hatta bu Xitoyning jinoyati yangi boshlagan bir jinoyat emas. Dekini isbotlash uchun muhim bir rasm bu. Bu mening anne babamın dadamning dadasi. Mening babam. Xo'sh. Bu odam nimada Xitoylar yangi bosib kirgan vaqtda kommunistlar yangi bizning vatanga bosib kirgan vaqtda pomchik deb nimkan bu odamcha necha ming odamga mahalliniki oqsoqol edi. Xo'sh. Necha ming odamni ishlatib xotanda nim qilgan to'q boy pomchik deb oltin bütün kumushlarni hukumat tortib olib eşek keçarı solab. İsmi nima? Mehmet Bojan demdikan to'q bu odam. Xo'sh. Shuni bilan chalma kesak qilib xalqqa majbur toshni atmasa bo'lmga keyin qurolda odamlarni etib o'ttirib xalqlarni qo'rqitib xalqqa o'tkazib etibgan to'q. Ha, xalqqa tosh kesak qilib. Buni dadangizmi so'zlab bergan? Dadam so'zlab bergan. Davom qilaylik. Aldidagi ikisi mening akam, oxirgi men ukam shu mashinadan bitta kichik vaqtinglarda rasm ekan, bir tallar surat bor ekan, yangi surat bo'lgan bo'lsa, uni chiqardim, amal yo'q, mashina berdim endi. Xo'sh.
Hozir oldidagi 2 yil akam sürmedimi? 2 yil sürmedi. 2 yildan şu yaşı çoğu akam şu vaqtda 28 yaşlar bardı, kichik akam 25 yaşlar bardı. Kichik akamning to'yini qilib qo'yib, 2 oy bo'ldi yoki bo'lmadi deb uni bekatdi. Şöyle qasab qo'yni beqib semaga qurollik qilgan o'xshash. Atam elapam bizni beqib cho'ng qilib qo'yib ekan. Cho'ng'il shig'lam turmaga tayyor qilib, ayvalla turmaga solib qo'ydi. Hech qanday gunohi yo'q. Xo'sh. Devam qiladigan rasm bormi? Rasm boshqa yo'q. Bu dadangiz, apangiz abay deb qo'ygan ekan. Rasm badır tüydü olayım hem de. Tüydü. Xo'sh, unda bo'lsa, daftaringizdagi bir başdan kesilgan tuqqanlaringiz deseniz resim yo'q. Yasin Qosim mening cho'ng akam 20 yil kesildi dedik. Mana deb o'tgandek. Emin Qosim mening ikkinchi akam. Buning hech qanday bir gunoh o'tkazgan gunohini deb beramidi. Deb beradigan saqchi yaloqchi g'olchilam chiqmadi. Buning 6 yil kesibdi. Mening nevra akam Ömer Abdullah Chivoda 5-yil qatlamida. 5-yil qatlamida bir qatib turmada yetib chiqqandi. Undan keyin yana tijorat qilayotgan yerdan uydan akitib 6 yil kesdi. Undan keyin uning enisi nevra akamning, ya'ni bu nevra akam Tahir Abdullah, Ömer Abdullahning enisi. Onun 12 yil kesdi. Buma o'zi qurilish elib, uy sep mesela boshqalarning uyini elib, qurilish uy soladi. Buni tutib soldi. Ondan nevra acamning yo'ldoshi Hasan Saduq. Oma qurilish yap soldi. Uni tutdi, 10 yil kesdi. Bu Qashqar turmusida. Ondan O'tkir Mehmet, bizning mahallik ko'chada o'ynab yurgan balangza. Buma bir vaqt namoz o'qimaydi. Lekin o'zining yo'lini tep ma'alaydi, bu qurilish ko'tarib 50-60 odamni ishlatadi. Nima, loben bo'lgan. Yüz qurilish qilib. Anvar akim bu bizning bir tuqqunimiz Shaya Gulvog'da, uy Shaya Gulvog'da Shopur maktabning oldida uyi. Buning ikki bolasi ishtim hozir, ayol yo'q. Birisi 8 yoshlik, birisi 3 yoshlik, ikki bolasi ishtim qoldi. Opsim yo'q. Otasi turmada. Opsim turmaga ketdi. Opsi ajib ketib ketgan, opsi yo'qdi. Otasi turmada, ikki bolasi ishtim qoldi. 80 yoshlik bir opsi var. Mo'miz yo'qmadi bolalarni. Yasin Ahmet kichikdan men tug'ilib cho'ng'olsam otasi olapsi o'lib ketib ketgan. Men kichik vaqtda yetim cho'ng'olgan bo'ldi. Cho'ng'olib 25 yoshga kirib turmaga kirdi. Buning hech qanday gunohi yo'q. Mening qo'shnim Ramtul Amdol. Bu bolaning hech qanday gunohi yo'q, o'qish bitdi turmada. 5 yil yetyapti. Luqmon To'xniyaz bizning mahalning ikkinchi o'lidan. U 10 yil kesildi. Yusuf Mehmet bu 10 yil kesildi. Sirajiddin Niyaz Bostonning 6-o'lidan. Buma 8 yil yaqin kesildi. Mening anglagan aloqalarimda qo'shniqlarimdan anglagan. Niyaz Turab bizni Yangroq to'tning 2-o'lidan buma 6 yil kesildi. Eli Niyaz 5 yil kesildi. Abla Aymen o Taşdağ'dan buma 8 yil kesildi. Sirajiddin Rehim bu 5 yil, Eyt Rishit bu turmaga kirib 5-yilda bir tutulib ketgan. Ondan keyin 5 yil turmada qo'yib qo'ygandan keyin yana bir tutulib ketib, uyingda dinda bola o'qitdim deb, o'ng qo'lning piyini nima so'roq qilish jarayonida kesib etib, o'ng qo'lni palash qilib qo'yib turmadan qo'yib beryapti. Buning hech qanday gunohi yo'q. Qo'li bir qo'li o'ng qo'li palash, qo'lning piyini kesib etibdi saqchilar. Ahmet Reyim bu turmada aytib qancha yil kesib ketgan bilmayman, lekin buning qancha kesib ketdi. Musa Reyim bu 5 yil. Musa Rahman bu 3 yil kesib ketibdi. Tahir Abdullah 12 yil. Yasin Abdullah bu 10 yil. Ondan mening apamning enisi boshqa mahaldan mening Yantaqshaniki 4-o'ydi, 3-o'ydi. Ne'mat Mahmud mening apamning enisi 12 yil kesildi. Yusuf Yasin apamning ochisining o'g'li mening nevrakam 10 yil kesildi. Raqib Qoyim Yantaqsha 7-o'ydidan ke qancha o'ydi bilmayman. Mening bola og'inam, yaqin og'inam 8 yil kesildi. Ochdan 2dan Ahad Mehmet
atamdan sanılsın yeriniki aksi. Bu ticaretçide paxta hep satıdı, paxta çıla yanak hep satıdı. Bunu şu pulunu caqdep kettin, paydın caqdep kettin dep şu işligen günahı şu. Bunu 10 yıl kesti. Ömer Guppu 7 balısı vardı. Ma 2018'de mi balınacak taptan dep onu şu uzun 15 yılga yakın kesken okşaydı. Hem de balı bakıp çoğun kılışın özüme bir xil cinayette bu ayvallarınki göz karışçı. Şınxadiki bizning Toqsun aysiki tuqqanlardan İsmail Damolla azı vafat etib ketdi adam. Onun oğlu Sulayman İsmail, Musa İsmail ularni türmege necha qatam aketib qo'yib berib bek avar qilib yuribdi. Ular azı qanda bilmayman. Ularning ikki singlisininki yo'ldoshlari ismini bilmayman. Ularni türmede 30 yıldan kesib ketdi. Dini savadı bo'lganligi uchun. Başqa hem de ismini bilmaydigan anğanla bakacak, lekin mening bildiğim, tunuydiganlarim bu shunchalikka. Hakikaten bir insandan kimde siz ailengizden sizlam chet eldimi hozir yani? Sizlarning bizning bütün urug' tuqqanlar ichida mendan chet elkanman. Ondan Xotenniki Qarqash, Qarsayda, Yavda, Zavda, Po'chaqchi bütün Qarsayning ichida Qarqash nahisinin içinde bütün yerde tuqqanlarımız var. O tuqqanlarning azı %70'e %80'i türmede. Balağat ketkenlerden. Küçük balları işittim. Olanı neymiş olganını hiç kim bilmeydi. Olanı nurguldur türmede etibarda olanı hiç kana günahı yok. Tek günahı yok kalsa şu oygurup kalganlığı. Onun başka günahı yok. Ben Xitay hükümetinden urug' tuqqanlarimning bütün urug' tuqqanlarimniki yaşavatgan bo'lsa tajovuzchilaridan Xitoy tajovuzchilariniki kommunistlarniki shulardan so'raydiganim bütün urug' tuqqanlarim yaşavatgan bo'lsa yaşavatganini, o'lgan bo'lsa o'lganini menga bildirishni so'rayman. Ularniki gunohi nima ekanligini menga deb berishni so'rayman. Bularni shartsiz qo'yishni so'rayman. Siz hem de başka chet el chiqqandan shu Abay siz bir programdan beşir degan bir qancha qatim sizga tahdid ishlatib qaytib keldi deb telefon qilgandan keyin hozirgacha yana boshqa bir tahdid uchurdingizmi edi? Yo'q. O vaqtda men savan tahdidi bizning Turkiyaga kuchimiz yetadi, seni akilish bizning uchun ta'sis emas dedi. Kuchimiz akalimdan bo'lsa men nimani xato qildim dedim. Men bu yerga kelibman qo'g'illikni yo'l emasga bu Çarşamba bilan Payshanba bilan orliq emasga men kelibman, kelib ishlayapman. Men boshqa ish qilyapman dedim. Zavod ishlayaptim. Ishlayapman, bize pul chuqlab, andan mangama baraman dedim. Bir o'lgib ketmagandek, ya bir adib o'ltirib qochibganmi dedim. Deb ashtaq desam, bir muncha qo'rq gaplarni qilib, davlatimizning qonuni va oq ko'k, davlatimiz degan oq ko'k degan lekin, uni o'z kuchingiz al. Mening hech qanday jinoyatim yo'q dedim. Shu o kunda bir shu aloqa yo'q hamda. Yani bir gün müşla üçün urug' tuqqanlarimiz uchun guvohlik beray degan niyatimda Abay programida buni so'zlashdik. Hozirgacha sukut turishingizga sabab nima? Hozir sukut turishimdagi sabab ba'zi mening tanish bilishim, aloqalarim Turkiyada bo'lsin, boshqa yerlarda bo'lsin. Cho'nglarniki beshiga bir ish kep qilish ehtimolligi bor. Hozir top-to'g'ri vaziyat yaxshilanib ketdi, vaziyat yaxshi bo'lib ketdi, oq ko'k degan gapni bakcha qilib ketdi. Men shular ishlab vaziyat yaxshi bo'lib qoladi deb saqlagan. Lekin bunda sukutning hech qanday narsaga foyda bermaydiganligini tushunib yetdim. Sukut qilishning hech qanday foydasi yo'q ekanligini, bunda cho'shqidagi gap ichib, o'shaning hech qanday foydasi yo'q ekanligini es qilib, masalan, hozir chiqayotgan Xitoy virusi bilan masalan o'lib ketib qolsam, qiyomat kunisi Xudoga nima deb javob bermayman. Men boshqa guvohlik berib aytib, o'lib ketsam, men rozi. Bir pay o'qib o'lsam, yo korona o'qib o'lsam, men Xudoning oldida vaqtda qo'limni kamgan bo'lsa, og'zim bilan men ko'rganlarimni dedim deya olayim-chi. Shu sababdan bugun keldim, shu guvohligimni berdim. Allah razı olsun yani hemmimizden başında bir ideyaga, fikirga kelishi bak muhim yani. Elbette chet eldeki biz her programımız, debatımız
chet elda nurg'unlagan qarindoshlarimiz bor. Hammasining oilasiga shunday fojialar, keliklik guvohlikni aslida 10 minglagan bugun 56-sonda turmasligimiz kerak edi. 5600-son hatta butun dunyodagi shu o'zininki shaxsiy hisobotlarda Facebook yoki Twitter shu yerda bergan Uyg'urlarimizni qo'shsaqmi balkim 5600 kishi yoki 10 ming kishi chiqmasligi mumkin. Ammo amaliyotda butun yig'ib kelsak 100 minglagan hatta millionlagan xalqimiz va chet elda hamda. Shularningki har birisining oilasidan qancha kishilar guvohlik bergan bo'lsa, bilgan Xitoy ko'milkisida bu orqa jinoyatlarning ustiga jinoyat hammasi isbot dalil isbot ham bir qancha kun burunmi bir shu xalqaro qonunshunos birisining ismi kelmayotdi. Shu Uyg'urlarningki da'vosiningki eng kuchli bo'lgan shu xalqaro shu vaziyatda guvohlik berishninki ajoyib muhim ekanligi, irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi Xitoyningki eng kuchli isbotninki Uyg'urlarning guvohlik berish shu eng kuchli dalil bo'ldi. Xalqaro sudni degan ish qasimi. Chunki Xitoyning elib berayotgan barliq bu bostirishlarning hammasi irqiy qirg'inchilikqa tushadi. Shu to'xtamay guvohlik berishinglar kerak deb bir yig'inda shu qonunshunos, xalqaro qonunshunos bo'libmi shu Myanmarliklarga shu Rohingyaga elib berilayotgan shu yerdagi musulmonlarga irqiy qirg'inchilik elib borgan bir sudga bevosita qatnashgan bir qonunshunosningki bir yig'inda shuna deb berganlik bir maqolasini o'qigandim, hozir shu ismi kelmadi. Demak, boshqa nimalardan chiqyotdi? Mutaxassislar so'zlayotdi. Shunday guvohlik berishimizningki urug' tuqqanlarimizning, ota-onamizningki, boshqa tonish bilishlarimizningki bu erkin dunyoda nafas elib yashayotgan xalqimiz qanday usul bilan bo'lsin bu guvohlik berib Xitoyningki bugun yoshirishga butun kuch bilan tirishayotgan bu jinoyatlarni oshkorlashimiz intayin muhim. Takrar deymiz, sukutning hech bir foydasi yo'q. Bu programmalarimiz inshaalloh texambak kuchayib, men shuni umid qilamiz, bu chaqiriqlarga ovoz qo'shadigan xalqimizningki texmi ko'plab chiqishini orzu qilamiz. Boshqa agar gapingiz bo'lmasa, programni inshaalloh oxirlashtirsak. Hozirgi butun chet elda yashayotgan Uyg'urlarga deydiganim, hozirgi shu vaqt shu sekundning o'zida nurg'ulg'an qizlar bosqinchilikka uchrayotgan bo'lishi mumkin. Nurg'ulg'an onalar, nurg'ulg'an otalar, nurg'ulg'an bizning aloqani urug' tuqqanday biz nurg'ulg'an insonlar chet elga Uyg'urlar karvatda yoki safada o'tgan bo'lgan bo'lsa, ularni mehning ustida o'tqazib qo'ygan bo'lishi mumkin. Zihning ustida o'tqazib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ular qiynaladi, azobni oladi. Ularni biz berib qutqizamagan taqdirda bildiganlarni guvohlik bersin. Hech qanday da'vo ishiga aralashmayman. Da'voni qilganlarni tillaydiganlar borki, ularni qo'nqib qolam deb o'tiramay. Hech bir vaqt tillamasin. Guvohlik beranmasam-chi, demakchi endi undan boshqa endi deb ketib bo'lmaydi-ku. Deysam gap bekchiq, lekin sizlarning mushunchalik bo'lsin. Xo'sh, ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 56-sonimizning oxiriga kelib qoldik. Takrar deymiz, aslimiz sukut tutmaydi. Inshaalloh yana bir son programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.